Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Iltimos, ushbu ibratli videoroligimiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishlikni unutmang. Like shunchaki videoni keng tarqalishiga, ya'ni rekomendatsiyaga chiqishiga yordam beradi. Shuning uchun o'z hissangizni qo'shishni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Yaqinda O'zbekiston musulmonlari diniy idorasini nashri bo'lgan Hidoyat jurnalini 4-sonida Solih farzand degan bir hikoya chiqdi. Bu hikoyani o'qigan odam ta'sirlanmasdan ilojisi yo'q. Bo'lgan voqea Arab mamlakatlarini birida bo'lib o'tgan voqea. Bir zalolatda yurgan ota qanaq qilib ibodatga kirganligi, qaysi yo'ldan o'zini saodatda yo'liga urib, yaxshi insonlarni qatoriga qo'shilib boshidan o'tgan qismatlarni hikoya qiladi. Hikoyaning muqaddimasida men o'zimni nafsimga qul bo'lgan bir zot edim. Maishat degan joyda, qumor degan joyda, ichkilik degan joyda o'zimni to'xtata olmasdim. Odamlarni orqasidan mazax qilish, odamlarni tahqirlash, ko'pchilikni orqasidan kulishni yaxshi ko'rardim. Bir kuni navbatdagi ulfatchilikdan odamlar bilan ulfatlarim bilan ulfatchilik qilib ko'chaga chiqdik. Mast holatdaman. Kayf g'olib kelgan, o'rtada shayton bor. Ko'chaga chiqsam, uzoqdan ko'zi ko'r, oyog'i cho'loq bir nogiron odamni paypaslab kelayotganligini ko'rdim. Shayton yo'ldan urdimi? Yo kayf g'oliblik qildimi? Ulfatlarimga qarab, hozir bir tomosha ko'rsataymi? To'yib kulasizlar degan gapni gapirdim. Haligi kelayotgan bechora nogiron odamni oyog'im bilan chalib yiqitdim. Yerga yiqilgan ko'zi ko'r, nogiron cho'loq odam o'rnidan turolmasdan devorni ushlab paypaslab turganligini ko'rib, miriqib kuldik. Tong otarga yaqin xonadonimga qaytsam, ayolimni to'lg'oq tutib turgan oy kuni yaqinlashib qolgan payt ekan. To'g'ri xonaga ketdik. 2 soatdan keyin o'g'il tug'ildi. Xabar bo'ldiki, o'g'il ko'rdiz, lekin ketishingizdan oldin shifokorning huzuriga kirar ekansiz. Doktorlarning sizga gapiradigan gaplari bor ekan. Doktorning huzuriga kirdim. Oldiniga tabriklab, Alloh sizga o'g'il ato etdi, muborak bo'lsin. Lekin bir noxush xabar bor. Tug'ilgan bolangiz tug'ma cho'loq, 2 ko'zi ko'r holatda tug'ildi degan gapni eshitdi. Ya Rabbim, kecha bir insonni nohaq tahqirlab, oyog'im bilan chalib yiqitgan edim. Bugun o'zimni boshimga qaytarib qo'yding. Bir insonni ustidan kulgan edim. Bugun o'zing menga shu ishni farzandimdan qaytarding dedim. Dardim ichimda qoldi. Birovga yetolganim yo'q. Bola sanoqli kunlardan keyin xonadonga qaytib keldi. To'g'ri xonadan chiqdi. Solim deb ism qo'ydik. Lekin biron marotaba shu farzandim ekan deb bag'rimga bosganim yo'q. Boshqa otalarga o'xshab farzandini erkalab, ko'chalarda aylantirgan bir otalarga o'xshab qo'lidan yetaylab yurganim yo'q. Otalik mehrini berganim yo'q. O'zimni zurriyotim bo'lgan farzandimdan o'zim irgandim. Cho'loq, nogiron, ko'zi ko'r bolani qo'limga olganim yo'q. Bola kundan kunga ulg'aydi. Yana 2 o'g'il ko'rdik. Umar va Xolid deb o'g'illarimizga nom berdik. Men hamon zalolatdaman. Hamon noto'g'ri yo'ldaman. Ayolim Allohga iltijo qiladi, namozlarda yig'laydi, Parvardigor. Shu zalolatda yurgan erimga insof bergin. O'zing hidoyatingga boshlagin. To'g'ri yo'lga o'zing yetaylagin, to'g'ri yo'lni ko'rsatgin deb Xudodan so'raydi. Nihoyat hidoyatga chiqadigan kunim boshlandi. Bu juma kuni edi. O'g'lim Solim, nogiron, oyog'i cho'loq, ko'zi ko'r bolam 10 yoshga to'lgan payt edi. Ertalab uyqudan turib, navbatdagi ulfatchilikka ketaman deb tursam, o'g'limni yuragini ezadigan darajada yig'lab turganligini eshitdim. Solim,
Nimaga yig'layapsan? Ukam Umarni kutib turuvdim, kechikib qoldi. Ukang Umarni onang bilan bir yumush bilan bir joyga yuborgan bo'lsa kerak. Ukang Umar nima uchun senga kerak bo'lib qoldi degan gapni gapirsam, yana qattiqroq yig'lab yurakni ezadigan holatda yig'ladi. Orqamga qaytib yana so'radim. Solim, ukang Umar nima uchun kerak edi? Ota, vaqt o'tib qoldi, Umar kechikib qoldi. Men bugun niyat qilgan edim, Allohdan so'ragan edim. Juma namoziga borib birinchi safda o'tirib, birinchi safni savobiga ega bo'lishdan Allohdan umidvor bo'lgan edim. O'zim nogironman, oyog'im cho'loq, ko'zim ko'r. İmkon bo'lganda o'zim yurib borgan bo'lardim, ko'zim bu dunyoni ko'rmaydi. Ukam yetaylab olib boraman degan edi, va'da qilgan edi, lekin Umar kechikib qoldi. Ah, Parvardigor, bu bolani ko'r qilganmisan yo meni ko'r qilganmisan? Ko'zi ko'r bo'lsa ham qalbini ochib qo'yibsan-u. Murg'ak bir bola, farzandim, zurriyotim nogiron bo'lsa ham, oyog'i cho'loq, ko'zi ko'r bo'lsa ham, birinchi safga borib juma namozini savobidan umidvor bo'lib, birinchi safda ibodat qilishni niyat qilsa-yu, men otasi bo'lib dunyoga kelib, to'rmuchcham salomat bo'lsa, oyog'im butun, ko'zim butun bo'lib dunyoni ko'rsam-u, nima uchun birinchi saf u yoqda tursin, oxirgi safda o'tirisham dilimga kelgani yo'q. Nimaga meni bunchalik gumroh qilding, Parvardigor dedim. Bolani yolg'iz qoldirib ketishga vijdonim qiynaldi. Shunda niyat qildim, Solim, men hozir tahorat qilaman, qo'lingdan yetaylab o'zim juma namoziga olib boraman. Ota, qo'ying, ustimdan kulmang. Siz juma namoziga bormaydigan insonsiz, yo'q. Bolam, men qo'lingdan yetaylab o'zim olib boraman deb niyat qildim. Tahoratni olib, Solimni qo'lidan yetaylab masjid sari bordik. Borsak, jamoat ichkari ham tashqariga ham to'lgan holatda. Subhanalloh, mana shu bolaga birinchi safdan joy topildi. Birinchi safga o'g'limni o'tkazib, orqasidan o'zim tiz cho'kib namozni ado etdik. Qarab tursam, nogiron, ko'zi ko'r, oyog'i cho'loq bolam devorlarni paypaslab bo'lsa ham o'rnidan turib ibodat qilib boshini sajdaga qo'yib turibdi. Juma namozi intihosiga yetgandan keyin Solim, o'rningdan tur, endi uyga ketamiz desam, ota Qur'onni olib bering. Qur'onni Kahf surasini ochib bering. Men surani tilovat qilib o'rnimdan turaman dedi. Qur'onni olib Kahf surasini ochib qo'liga berdim. Ko'r bola qanaq qilib o'qirkin desam, Qur'onni yodlab bo'lgan ekan. Kahf surasini boshidan oxirigacha oyatma-oyat o'qib, Qur'onni nihoyasiga yetkazganda, bolam Qur'onni o'qib turibdi-yu, meni ko'zimdan yosh to'kilib turibdi. Ko'zini ko'r qilgan bo'lsang ham qalbini ochib, qalbiga kalomingni jo qilib qo'yibsan. Men salomatman, ko'zim ochiq bo'lsa ham, qachon Qur'onni oxirgi marta qo'limga olganligimni o'zim bilmayman. Shunchalik meni gumroh qilib muhr bosganmisan, Rabbim deb Xudoga yig'lab turdim. Bir mahal ko'zimni silab turgan yumshoq qo'lni sezib qoldim. Qarasam, Solim ko'zlarimdan oqib turgan yoshlarni qo'li bilan artib, menga qo'shilib yig'lab turganligini sezdim. O'sha kuni ota bola baxtiyor bo'lib uyimizga qaytdik. Meni zalolatdan qaytib hidoyatga birinchi qadam qo'ygan kunim, boshim sajdaga tegib, halol bilan haromni farqiga borgan kunim, mana shu farzandim menga bir sababchi bo'lgan kun. Ahli ayolim, xonadon, qavm qarindoshlar xursand. Eski ulfatlardan voz kechib, yangi do'stlar orttirdim. Iymonning halovatidan qalbim bahramand bo'lib, boshimni sajdaga qo'ydim.